Assalomu alaykum. Bugungi ishimiz Gullandagi ishimiz bitdi yana, xudo xolasa. Mo'rsunda piyaj chiqarib berganmiz. Keyin chonda 2 dimoxod. Ham havosini tozalaydi, ham 2 gaz plita qo'yiladi ekan beri. Shuncha 2 dimoxod. Endi devon ichida motorni qoldirib berganmiz. Keyin bu yerda havo beruvchi ventilyatsiyamiz. Mana motori. Bu yerda filtri bor o'rtasida. Keyin filtrdan klapani bor. Bu yerda mana o'tirib berganmiz bunday. Mana chiqitcha. Arian tarafini sho'tchak qistirib devon tarafini. İşimiz bitti, xudo xolasa. Kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat qilaverasizlar.